Revmatizmga ham dori aytasizmi? Revmatizmga eng samaralisi, eng kuchlisi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan muolaja turi asalari chaqtirib muolaja qilishlik turadi. Kelasiz, 7 kun yotib muolaja olasiz, 10 kun dam olasiz, yana 7 kun yotib muolaja olasiz, mana shu tartib muolaja bo'ladi. Hattoki iligizga dur, suyagingizga dur o'tib ketgan sovuqlik bo'lsa ham hammasi chiqarib yuboriladi. Revmatizm asalari muolajasida eng yengil kasalliklardan bittasi. Ko'ngilni xotirjam qiling. Keling, xudo xolisa muolaja qilamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. 90lik 567 35 57 telefon nomerlarimiz. Hamma revmatizm bilan qiynalayotgan bemorlarga jo'natib tashlang videoni. Uyalmang buni jo'natishga videoni, chunki eng kuchlisi asalari muolajasi. Dunyo bo'yicha, bitta O'zbekiston emas, dunyo bo'yicha birinchi raqamli asalari muolajasi. Salomat bo'ling.